Ali aka, shunaqa bitta variant ko'rsating, narxini eshitib odam xijolat bo'lsin. Bormi shunaqa variantingiz? Muhammad xijolat bo'lish yo'lda tursin, uyalib ketadi. Yangi hayot tumani, yangi Darxonga kelganmiz, bilasizlar, Gojum lokatsiya, birinchi qavatdan 4 ta deraza tashqariga qaragan. Xohlasanglar kelib yashasanglar bo'ladi. Xohlasanglar nijoy qilsanglar ham zo'r variant. 73 kvadrat metr, mana ko'rsat. Mana shu 1, 2, 3, 4 ta deraza tashqariga qaragan. Zo'r variant uyimiz bor, o'zing bitta chiroyli qilib obzor qilib ber. Bo'ldi, ketdik. Bizning umumiy maydoni 72 metr kvadratda tashkil qiladi. Biz kelib yon atrofini polni o'rgandik. Hozirgi paytda eng arzon uy shu bo'lib turibdi. Bitta baho beraylik, kirish eshigimiz bu tomonda, kirganda chap qo'lda razdeniy sanuzellarni ko'rishinglar mumkin. Bu tomonda dushoviy kabinasi. Bu tomonda kuxnyamiz joylashgan ekan. Kuxnyada mebellari qilingan, gaz plitalar, dovqonlar hamda bu xolodilniklargacha qilingan ekan. Uyimiz tayyor patqush holatda, remont bo'lgandan keyin hali hech kim yashamagan ekan. Bu xonamizdan zavqli foydalansanglar bo'ladi. Xo'p, ikkinchi xonamizga o'tamiz. Bu xonamiz spani xonamiz bo'ladi. Va oxirgisi besh xonamizni ko'rishinglar mumkin. Uyimizni xarid qilmoqchi bo'lsanglar, 68500 dollar berib xarid qilishinglar mumkin. Ipoteka qilmoqchi bo'lganlar, boshlang'ich to'lovini to'lab 7,5 million oylik to'lov to'lab xarid qilishinglar mumkin. Boshlang'ich to'lov narxi, to'liq ma'lumot lokatsiya Telegram kanalida bo'ladi. Batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi nomerlarga telefon qilinglar.